payg'ambarimiz Rasululloh alayhissolatu vassalam bizlarga har xil masalada hadis aytganlar. Savdogar bilan tujjorning orasida ham masalalar bor. Allohning uyi, masjid haqida ham hadislar bor. Bu sahobalarning davridan, Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Hattoblarning davridan boshlab o'zi kitob, Qur'oni Karim kitob bor, o'shani sahobalar payg'ambarimiz bilan birga payg'ambarimiz vafotidan keyin ham bir kitob qilib jamlashdi. Lekin hadislarni bir sunnat qilib jamlashmadi. Kitobni jamlashdi, uni yodlashdi, uni nusxalarga ko'chirishdi, lekin hadisga unchalik e'tibor berishmadi. Lekin payg'ambarimiz o'shalar haqida men vafot etgandan keyin o'shalarni ham sunnat qilinglar deb va'd etganlar. Shuning uchun ham har xil ulamolar, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Muslimdek ulamolar bizlarga o'shalarni sunnat qilib berishdi. Payg'ambarimiz alayhissalom masjid haqida shunday dedilar. Masjid bu katta xolamizning uyi emas. U Allohning uyi. U Xudoning uyi. U sizning uyingiz emas. Sizni tog'angizning uyi emas. Sizni bir qarindoshingizning uyi emas. U Allohning uyi. Payg'ambarimiz aytibdilar. Nima deganlar? Masjid haqida kim bir masjid qursa, Alloh subhanahu va taolo ham unga jannatdan bir qasr bino qiladi dedilar. Qanday ulug' so'z? Ketdi bizga. Masjid uchun pul kerak-da, masjid uchun. Xuddi masjid birovning uyidek gapiramiz. Masjid birovning uyi emas, masjid Allohning uyi. Siz agar masjid uchun pulingizni ayagan bo'lsangiz, demak Alloh uchun pulingizni ayapsiz. Birov uchun emas. Shunchalik qiyinmi? Akalar, masjidni qurish, masjidga pul sarflash. Shuning uchun akalar ehtiyot bo'laylik. Masjid Allohning uyi. U katta xolamizning uyi emas. U birovning uyi emas. Xudoning uyi qanday hurmat qilinadi? Siz mehmonga borasiz. Aytaylik, sizdan oldin ham bir 3 ta 4 ta mehmon bor. Kimga salom beriladi? Kimga salom beriladi? O'sha mehmonlarga birdan assalomu alaykum, assalomu alaykum deb salom alaykum ketasizmi yoki mezbonga salom berasizmi? Mezbonga. Xuddan shunday. Allohga ham birinchi salom beriladi. Buni oldin promo efirlarimizda ham aytganman. Tabarruk va taoloning huzurida ertaga buyuk katta ajru karim, ajru buyuklarga erishmoqchi bo'lsangiz, xolasangiz o'sha manzillarga borib, xullas qo'lingizdan qanaqa yordam kelsa ayamaylik. Aslan masjid uchun ayamaylik pullarimizni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.